Uyda baqirib tarbiyalangan bolalar ustida ilmiy tadqiqot o'tkazildi. Yoki ona baqirib tarbiyalaydi, yoki ota. Xo'sh, natija qanday? Bunday bolalarda miya rivojlanishi baqiriqsiz tarbiyalangan bolalarnikidan ancha farq qiladi. Olimlar nimani aniqlaganini bilasizmi? Ma'lum bo'lishicha, baqiriq bilan tarbiyalangan bolalarda duduqlanish muammolari, tushunish bilan bog'liq muammolar, nutq va tovushlarni idrok etishdagi muammolar mavjud. Va yana peshob tuta olmaslik holatlari asosan baqiriq bilan tarbiyalangan bolalarda uchrashligi aniqlangan. Ba'zi holatlarda depressiyaga ham olib kelgan. Tarbiyani xotirjam va muloqot orqali berish kerak. Agar baqirvoray desangiz ham 1 yoki 2 oyda bir bo'lsin. Farzandingizni qanchalik yomon ko'rsangiz ham, unga qanchalik g'azablansangiz ham, har kuni unga baqirmang. Chunki bu bolaning shaxsiyatini buzadi. Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Natijada bunday bola zaif odam bo'lib ulg'ayadi. Men ba'zi bemorlarimda titroq kasalligini ko'rdim. Ularda qo'rquvlar, fobiyalar paydo bo'ldi. Ular baland ovozni eshitishlari bilanoq titray boshlaydilar. Bunday kasalliklar farzandlarimizni mayib qiladi.